joningni. Bitta gapni aytaman-da, mashinani Fakaferrisi deb aytiladigan mashina mana shunga aytsak bo'ladi, to'g'risi. Mobilograf ham qilaverdi, o'zim ham qilaverdim. Chunki da mashina zo'r, ishoning. Keyin motorni ko'rsatay. Qarang, 15 ming dollardan ham pastiga hozirgi kunda Captiva 4 mavjudmi? Mavjud emas, Karista o'zida bor. Ana 2016-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 4. Keling bu yaramasdi motorni ko'rsataylik. Voy, maxluq, uchlik motor bilasizlar bular. Captiva 4larda aynan mana shu motorni ko'pchilik sevib haydashadi. Chunki da o'ziga mosda, gavdasiga mos motor deb aynan mana shu motorda aytsak bo'ladi. Kapotini ustini qarang. Ideal sostoyaniyada, holati zo'r, faralari ham zo'r. Men haydadim. Nima uchun men sizlarga Fakaferrisi debman? Chunki da hadovoy ham zo'r, motor ham zo'r. Mashinada qaloqqa atayin tashamda. Tiqqa qilmaydi. Qani, shumkasi ham yo'q ekan, Timur. Balondizga holatini oling. Bilmadim bu mashinaga amortizatoriga qanaqa samolyot amortizator qo'yilganmi? Samolyot osmonda uchadi. Salon holatini oling, xalq mazza qilsin. 116 ming masofa bosib o'tgan. Holatiga, bu masofa hech narsa emas, bu uchlik motorga bu masofalar hech narsa emas, ishoning bir. 2-3 kun yurib beradi, tonirovkaga ruxsati bor, paroglari zavodskoy, balon holatlari sredniy, zo'r. Lekin men buni hadovoyiga besh ketdim motori bilan. Zo'r ekan, yengil yuribdi. Mashina benzindaligi uchunmi, mana sizlarga poliklari ham bonusiga. Xush. Zapaskalari bilasizmi, mana pastida bilan. Mashina zo'r. Nima qilsam ekan, 15 ming dollardan ham pastiga egalarni ko'ndirib qo'ydim. Kraskasiga kelsak qarang. Mana shu yerda petnosi bor ekan. Любой ustaga olib borsin dedi. Xohlagan ustasiga olib borsin dedi. Udar yemagan, ozgina petno qilingan dedilar. Men bilaman, olishdan onlayn siz bitta ustaga olib borasiz, probegini ko'rsatasiz, kraskasini ko'rsatasiz, lekin hadovoyini ko'rsatmasangiz ham bo'ladi. Chunki da hadovoyi zo'r ekan mashina. Endi motori bilan probegini ko'rsating. Motor ham zo'r, cho'tki ishlab turibdi. Korobkalari urmaydi, yengil harakatlanyapti. Narxini ko'p tushirmadim. Endi xalqdan azoblash kerak emas. Boshida 16 ming dollar dedilar. 15,5 mingga tushdilar. Yo'q deb turib, qarang, sizlar uchun, Karistani muxlislari uchun 14,950 dollarga qo'yib qo'ydim. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Siz bo'lib bundan ham pastiga yakson qilib tashlang, sizlarga ishonaman. Nomer telefon qilishdan oldin birinchi like bosingizlar do'stlar. Sog' bo'lingizlar.